Assalamu alaykum, qarindoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Men 2 kun ilgari bir tema chiqargandim. Douyin Xitoyninki siyosiy tashviqot quroli ekanligi to'g'risida bir qisqa tema chiqardim. Buningda Mike Pompeo efendimninki Douyin TikTok Amerika davlat bexatarligiga ig'ir tahdid elip kelidi degan bir so'zi. Tünögün yana bir narsa qo'shib qo'ydim. Douyin Xitoy Kompartiyasining jasuslik qiladigan propaganda quroli deb. Anandan keyin mashinasi deb qo'shib qo'ydim. Onandaki Hindistonning 2001-yili 1-oydan boshlab Douyin TikTok qatarlıq 58 Xitoyning yumshoq detalini to'xtatib etilganligi to'g'risida u ikkinchi mazmun. Dünü oldingi kunki temaning ichida mush 2, anandaki 3-inchisi Tayvanning strategiya mutaxassislari tezdan Douyin TikToklarni to'xtatmasak, cho'ng quruqliq Tayvanni hech qancha kuch sarf qilmayla qo'liga oladi degan 3 mazmunni yezib turib o temani chiqarib qo'ydim. Bu Douyin to'g'riliq ishlar biz hammamizga ayon. Uyg'urning davosi Xitoyning quchig'ida o'ltag'anlarninki Douyin tashviqoti bilan bo'vatidi. Douyinda har qanday bir mazmunlarning ichidagi ushaq-tushaq mazmunlar, mundaq cho'ylig'i ilinmaydigan mazmunlar bo'lsa, o'tib ketadi. Onundan başqa mazmunlar bo'lsa, o'ziga foydali. Xitoyninki ichki ishlari deb tashviq qilgan mazmunlar bo'lsa, gachchida cho'ylig'i ilinibla, uni anandan keyin bozorga tashviqot qilib turib soladi. Parallel shaklda bizning Uyg'ur tilliqlar. Namoyish degan to'kilib ketadi. Voy u ziyorat, bu ziyorat 3 kundan 5 kungacha zulmninki taraqqiy qilish bosqichi. İşenmişsənlər, özənlər biraz ağığı öylüb durub qarab baxsanlar buldu. Ben burun davagerdisi vəhşi işin etdim. Sual koyup mu koymaydım? Ama işin etdim. Xuddi elə 100 kitabını oqub, onun için təhlil yürgüzmüsünüz, elə Kur'an'ı mı qarğulaçı oqub, onun məzmununu bilməyən oxşaşlı işke. Təhlil yürgüzməyən ki, sual koymagan ki, ular bağanca texmi bir əvcigi çıxıb getdi, o naydı, noç közün köz tutup uslaynaydı, közüngü köz tutup dutaçep oturdu, aşındaq. Aşı dava. Anadikin nurgun kişilerninki bana ivetken doyinlerini rətlep çıkandım. Ama şu bizim cıq ballar bilen birlikte oldurup, bunu türlerine ayırıp durup kapaqdık. Meyil davanın işçilikler olsun, namayış çolpalları olsun, anadaki bir lager şahitler diğerlerinkinin hemmisininki doyinlerini, balla ivetken doyinlerini, köysünüz asman zemin perixlinde, xalqaradaki miş yığılgan bilen, doyindeki gıt la, bu kimlerdi o dep qaladı o adam? Şunçilik derecedeki qo'rqinchli ahvollar. Anandikin muşu doyingdagi videolarga qarab o'ylab qoldim. Bu sizlarning doyinglaringlarni sizlar oldida degan voy xalqarada ko'k deb yig'lab mushu bo'lamay ketganlar. Qandaqsiz sizlarning doyinglaringlar mushunda uzun vaqt itilmay saqlanib keladi. Hem naytımı öyle xoşal, bəxtiyar, öyle soğudanlar, erin bilen soğudan, yeni biri bilen soğudan, anadaki balların bilen qilib qıtırıp düşken, öyle qilib çıkargan videolarınlarga qarab, bular kimler? Digidek derecede. Cıqlar gördük ya onu. Benim doyurum bulmağan bilen başqalar bana ivet berdi. Başqalar görüp gördünüz mü edeydi. Hiç bulmağandı başqa iş qılamısak, muşu nəsimini tepip sizge ivet bereyle dedi. Şunu ola yığdık bunu. Vay muş Amerika'daki, vay mu Kanada'daki, vay mavu Avustralya'daki, Germanya'daki, u yerdeki, bu yerdeki hemmisininki eylik doyinlardaki mezmullah karsa hay sat.
Uyg'urning hissiyotini o'ynaysa, sotsa. Uyg'urlar masalan chiq tijoratlari vatan bilan, Xitoy bilan munosabatlik odamlar bor-ku, og'zida mumkin emas rost gap qilaman. Ustida bir eg'iz juzvon chiqarolmaydi. Chunki bu tijoratni sen sen o'zing turishlik davlatda olib borolmagandan keyin, yanılı shu yerga iliq qo'ygandan keyin uning amal yo'q, rost gap chiqmaydi og'zingdan degan gap. Lagerchilar, yalgan desang yüzünü çaplı yitime ne? Çaplı yitime. Meyli aşı Kaliforniyadan pul yetkep, vatandan pul yetkep, aşağıdaki Xitay ticaretçiler pul yetkep. Ana diyor, vay ben diyen vatan, vay ben diyen lager için mındak kotum diyenler. Tüy. Ne, şu da galet. Yalgan desang yüzünü çaplayma dedim bu şu. Vatandagi zulm to'g'riliq mazmunlarni chiqarsa, vatan sirtidagilar hamda aslida uni erkiy qirg'inchilik deb turib Amerika og'zingga sap bergan bo'lgandan keyin, shuni erkiy qirg'inchilik deb ap mangmay, nima ish qilyapti? Ko'z oldingda dutta chap, usul o'ynab, til yeziq bu deydi. Til yeziq to'g'riliq tashviqot qilayotgan, tadqiqot olib berayotgan, kitob yozayotganlarniki balalarını bir Uygurca sözültüp baka, ben bir anlap bakay. Bo'lmasa o'zingning balangninki ovozini men qo'yib berma. Beshida balangni ana tili bilan ravurus qilib etib, anadagi haqqi ana tilini o'rgatsang yarishidi. Bo'lmasa adam qo'ng'i bilan kulidi-chu. Uch xilday. Men odamni bağırganki o aza. Paralel siman tashviqot deganlarni sizlarga bir eslatib o'tay. 2018'lerde lager tashviqoti bo'lib ketdi. Doing orqali, uya orqali, buya orqali munda xoptu rasm, video ashunda. 2019'da ba. Anadaki Albaniyalik kishimi berib keldi. Ahvol bak eg'irkan degandikin, sizlar nima qilishinglar kerak? Tirishinglar kerak degan gaplarni shu vaqtda degan, uni degan tillab boshqa aytibdi-ku, shundaq-ku. Men tilimidim da'vochilar, tonka yuzganlar, tillab boshqa aytibdi-ku, ish qamlashmagan chaqda. Shu vaqtidami sizlar o'ylab beqinglar, erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat zimin deb chiqish kerakmi? Yoki haqni lagerning ahvoli chataqkan. Ular ovoz chiqarmaydi ekan deganda chim esilib elib o'ltirib ziminda ovoz qilish kerakmi? Yoki nima ish qilish kerak? Namoyishini qilish kerakmi? Usul o'ynash kerakmi? Andan keyin MeToo voqeasi bo'ldi. Yolg'on emas-ku, yuzingga chaplab yetman meniki MeToo'niki tog'adek bor bizda. Xitoylarning Uyg'urcha kiyim kiyishi, anadagi chet eldimi degan, voy biz madaniyatimizni saqlab qolmasak olmaydi. Vay miyuxunda 3. Cumhuriyetni qurib etdik. Vay aqqivatdik, ko'qqivatdik deganlar shu vaqtda yig'ib ketgandi. MeToo mezgilida o'lay deyishib qolgan. 100 ming kishilik imzoninki oldi keynida, ma'lum bir xonim, Jintantining xonim. Yo'q, biz degan uni mustaqilmi Sharq Turkiston demaymiz. Biz mundaq qilamiz deb turib shunchalik vaqirab bo'lamay ketgandi. Ishtinga patmay qolgan talay odamlar ovozing shup bitib turibdi. Birisini yuttirib etmaymiz. Shu da'vogarlarning tuqqanlari nima Avustraliyadagilarninki tuqqanlari Kanadaga keladi. Kanadadagilarning tuqqanlari Avstraliyaga keladi, Amerikaga keladi. Yalğanma tuqqanlar iningdan tutib, ochangdan tutib kelganlaringlarni. Uyg'ur döt emas. Hammasi o'tirg'i chiqanmag'ini bilan noyda aql bilan uchur yig'ib, ta'minlab saqlayotgan bolalar talay. O sen bismillah deb namozingni o'qiganing bilan amal qilmasang usruq hisob. Allah'ın o'rniga chiqib olib turib, andaq deb o'ltag'icha, voy manqangni surta berib. MeToo'dan keyin qaysi ish chiqdi? Majburiy emgak. Majburiy emgakka doir temalarni men tashviq qilgan. Chunki men tashviq qilganda
mecbur emgak deb tashviq qilmadim. Erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat zimin deb chiqish kerak dedim. Vatandagilar ovoz chiqarolmagan bo'lsa, sen ovoz chiqara olaysan. Men ovoz chiqara olayman. Uyun ko'g'ichi emasman. U dunyoga borsam Allohning oldida men tirishdim. Tirishdim deb javob bera olayman. Hammamiz go'rimizda ayrim yotimiz. Men o'zimga xos javobimni beraligidek menyapman yo'lda. Anadagi Qur'on ko'ydirish. Bumu qandaq? Do'yin orqali tashviqotchimi? Qur'on ko'ydirish, masjid chiqish, anandan keyin kalmi shahodat kalimasini xish qilib yasabdi degan heliq bir ishlar bo'lib ketdi. Voy, to'kilib ketdi ko'chaga namoyishchilar, ha? Qancha kungacha hukm surdi? 3 kundan 5 kungacha hukm surdi bu namoyishlar. Hali qapoq kallar ishlamaydi. Qur'on ko'ydirish ma Yevropadagi boshqa davlatlarda bor. Uni ishki ish birisining shaxsiy qilgan ishi deb hisoblaydi. Har bir tashviqot Xitoyning ishki ishi deb turib tashviq qilinib kelmoqda. Yolg'on emas-ku, ha? Qapoq kallangiz bo'lmasala, ma'ning ustidagisi kalla bo'lsa, azroqla aqliy quvvatingiz joyida bo'lsa, u o'qimagan bilan hech qanday bir munosabat yo'q. Salla tahlil qilib baqsangiz javobingizni ola olasiz. Hamma narsa Douyinning tashviqoti. Douyin Xitoyningki Markaziy televiziya idorasining tarmog'iga e'longan tashviqot quroli deb turib tinmay xalqarodagi siyosiylar tinmay so'zlayotdi. Men faqat sizlarga asli o'tyapman, bo'lgan ishlarni. Men bir yerimga urib gap topmayman. Ananki lager shohidlari voyay. Uni qilib Amerikaga ketish uchun har xil ishlarni qilganlar bor. Har xil faoliyatlarni qildinglar, lekin Douyindagi eliqi o'yininglar qandaq? Douyingda sizlar nima ishlarni qilyapsizlar? Tasqavatsizlar ishtinglarni savatkinlar. Baxtlik. Anandan virus tarqalgan, Xitoy virus tarqalgan vaqtida Xitoy virusi desak, voy, xalqining ko'ngliga keladi deb belqi Erkin Sidiq yana birlar shunda bo'lamay ketgan. Ashu mezgillarda eslatib o'tay. Uyga so'langanlarni yeydigan narsalarimiz kamchil bo'ldi degan bir qeri bo'vayning, yosh bolaning yeydigan narsa kerak degan ashundaq bir videolari tarqaldi. Oshqagan hamma narsa irqiy qirg'inchilik elib berilyotdi. Aşı zaminning egisi bo'lganligi uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi Xitoy. Uni Amerika hukumatimi buni og'zingizga sepadi. Ashunimi chaynab yemmay, hazm qilolmay, bir qusoq kitob o'qigan bilanmi uni tahlil yurgizmasa, liqqib tomoqni yeb, rohatini o'burni ko'rgandek ish bo'ladi ekan. Yezib ketgan kitoblaringlar, kitobning ichida nima bor, Uyg'urga foydami, ziyonmi demay o'tirib o'qimayli turib, Uyg'ur uchun kitob yozibdi. Uyg'ur uchun anda qilibdi. Inglizcha yozgan kitobni qaray, 5 nusxadan olamiz har bir kitobni. 5 yerda o'qib, ma'ning ichida nima bo'lyotdi? Sen topolmaganda men topolayman deb turib yezib tayyor qilibmiz. Uyg'urni MTT qilganlarining hammasining isboti. O'zing yozgan o kitobni, biz yozmagan-ku. Tenivasanglar ish butun deb o'ylab qolma, talay divan olib, yolg'onda divan olganlar bor, Refaning ayni zamondagi boshlig'ining. Yozgan narsalarining ichida nima mazmunlar bor, uni. Anandan G'o'ldishidagi osh qilish voqeasi. Başka bizning vatanning tuprog'ida hamma yerda ocharchilik emasmi? Hammasining xizmat o'rni bormi? Hammasining tijoriy ro'naq tepayotganmi? Bir G'o'ldishidagi bo'lgan ish emas. Irqiy qirg'inchilik yurgizilyapti dedi Amerika hukumatı. Irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir tuproqdan nima ishlarning bo'lmasligi mumkin.
İglik hukuk davası kılışımız gerek, zemin davası kılışımız gerek, müstakilligimizni eslik keltirish davası kılışımız gerek mi? Ya ki nay. Erkin Sıdık mı? Ey, qancha yaş kirdin ey, sen bir nima ey, qancha yaş kirdin dutta çep, yani birini teşvik qildiganqa. Kaliforniyadagi elik toyga, bu yil Amerikaga kelgan qizini chiqirman deb turib. Kelgandan elik toyda bir şikayetçi resimli kündüzü bayraqni götürüp resim çıkıp keçtik elik gıtıldaşların ey, resvalarning. Ürümçidiki elik ot, qasdan ot qo'yib berish vaqasi. Umi o'tirg'i chiqdi. Voy, ash degan tey yoqib qo'ygandeklar, ha? Elik televiziya stansiyaları, elik ziyoratlar, elik namoyishlar. 5 kunga yetdimi, yetmadimi? Qarab qingloq o'rilib. Onundaki yani yeni temalar chiqdi. Aldırmısanlar doying. Vatanni mustaqil qilib qo'lga elib, doyingdan birini agar bek bo'lamay kelsan ishkirga ketib ash doyingni ishlat, ash doyingning ichiga imorat savasanmi kimning chatig'i? Lekin da'voga chap kervama deymiz. Anandaki Xitoyning ayliq oq qog'oz harakati bo'ldi. O oq qog'ozni tinmay, oy nomussiz. Erkin Sıdık, anandakin Türkiye'deki eliqi bir miqarliq. Eliqi sarxilla kötürep çıktı. Doying dadang doyingning ishida vazifa berib atamda. Xitoyning quchug'ida o'ltirib qilayotgan tashviqotingni munaman deb ko'rinib turibdi. Eliq qapoq kallalar o'ltirdi. Chunqurib, Xudoyim tova. Şu her kıtımda kararlılık cideller taşlanıyordu. Oy şu nemo kıyırındaş milletlerin tıllaş, sim cideli. Anadaki 6 yaşlık bir kızını birisi xotunluqqa epto çeteldi dep. Başka devletkilerden işine gemini yap oltura alaydı. Çünkü o kallı yuyuş, gazı çıkıp ko'chada o'tirgan bir xotinlar, erlar bo'ladigan kichik vaqtlarimizda shu mahallalarda o'tirdi. Bunda bir agib o'tkitdiq. Dadamning yomon achchig'i yomondi. Hargiz teshigi chiqish bo'lishma deb deydigan. Ashunda odamlarga o'xshash, ash toplarda, yani bir yerlarda o'tirib vaqtinglar rost borka. Voy, necha minglab ashunda inkaslar kes shuni köşep oldurduğanga. Heyran kaldım ben. Elim obuniydi uzunrak oldurıp gelse pırık bilinmeydiğen bop kaldı dep dadam obuniydi yaman kısık oldurunlar balam deydiğen. Nim için deydiğen dep oylaydım. O fakat bir muhit künüp kılışke. Elim zulüm künüp kağalar okşaş. Oy vatanımı da boptu. Dep koygan okşaşla. Ben bir adamın kaynadım mı obuniyi kırmayma vakitli ötküzü tutup kırmamayla o benim balam bolsun meyli kim bolsun. Bir adam bir muhittin bir adam seskensiniz ma'lum bir nima bilan hamda harakat bilan oshini bildirsiz qarshi tarafga og'zi puraydiganlarga men deyman seg'iz chaynab olamsiz seg'iz beraymi deyman qo'ltiq purab qolganlarga voy attir qo'ltiq attirlari bormi shunday yaxshi do'konda olsanglar bo'ladi bir yerlar kirgan bak diqqat qilmasa bo'lmaydi deb turib aşında signal verme. Ay adam degan bir muhitdan o'zgarish kerak ku. Mustaqil bo'lsak, nimani qilmaymiz? Dutta chalamsa, voy nima chalsang, naqsh etamsa, to'g'ri. Vatanda unchalar nochi bizningki naqshchilarimiz, kompozitorlarimiz, muzikantlarimiz bu yerda sizlarga rost o'rin yo'q u yerda. Arxivinglar va bir muncha poqinglar va vatanda ichilib qolsa chataquldi deydigan. Shuning uchun madaniyat da'vosi qilsa eliqi Rishad Abbosdan tutib Roshan Abbos hammang berib olsa eliqi madaniyat deb. Bolalaring Uyg'urcha gap qila olamdi. Bolalaring ras madaniyatni tashib qo'yatamdi Uyg'urninki. Eliqi to'ylaringlardiki
Elik körünüşler. Uygur'un toyuda muştaq yerim yalaş kiyimlerini kiyip yüremdi. Elik çoğup con xotunlar. Toğra o senin erkinligin. Lekin köz boyuma davatkan gap. Uygur'un aldığı bir xil, keynede bir xil qilishiyotsa, qapak kallılar olturdu. Avrupalarda yani bir vatan üçün ülüdü deydiganlar bar desa, men ishonmayman. Lekin faqat bir ovoz operayli ish bo'lmaganda, bu cin shayatullarninki atrofida turmayli, ashlarga bir destek bo'lmayli, xoinlarga deb turib davatman. Ölümüz deydiganlar Avrupada emas. Mümkün emas o. Ovozim bulamısan ülemse vatan üçün o mümkün emas. Ballarının zakısını almıştırıp oltursa. Xuddi çoğlar deydi. Küçük kızlarınınki zakısını almıştırmaslık gerek dadı olgan adam. Bo'lmaydi, hayasız bo'lib qoldi, baxtsiz bo'lib qoldi qizlar deb turib shunda tashkil qilgan bir ota-bobolarimiz munda o'rgatgan bir oilalarda cho'ng bo'lgan Uygur nim bo'lyapti ki bilmedim tova desem tova deyman. Eğer ahlışımız joyidaroq bo'lsa, her bir toylarning videolari ko'chalarga chiqadi. Aş Kaliforniyadagi toyda Erkin Sidiq, Mevlan Yasin, hammang bor. O Amerika Uygur birlashmasidagilar hammanglar bor. Kunduzi bir parcha rasmni chiqarib Uygurni MTT qilganinglar bilan toyga borsang bor. Lekin Uygurni odatda chiqib unda MTT qilma. Rabbimda deb ketsan. Bir nimalarni so'zlab ketsan. So'zlagan odam. Oyadagi eliqi turqunchu, Kaliforniyadagi eliq to'yda. Bu yil 9-oyda kelgan odamlarning to'yida. Hammadan bolalarning to'yini qiladi. Lekin 200 bir o shaxsiy ishim o to'y degan. O yolg'ondan bir parcha bayroqni ko'tarib rasmni tushib kun kechdiki. Yomon bo'ladi. Mayli o diniy jihatdimi qo'yayli. Bolalarning tatib qoladi. Mush aldamchilik, xoinlik, maydonsizlik, 200'lümichilik degandan keyin bolalarning oshining bedelini cho'qim to'laydi. O'zingmi to'laysa? İşkini so'zlab qo'yib, andig'i deb qo'ysanglar, anadiki bir neminingki Zhang Zhuzhongning yozgan bir parcha xati deb, Zhang Zhuzhongning xatini hozir topolmayapsan, topsa Tayvanda topolaysan. Voy Tayvanning qara, to'rga kirsang deb beray, elishning usullarini to'rga kirsang, telefon nomerlaringdan tortib hammani to'shtirib, pulini to'laversan, ashning arxiv ambirida kutubxonasini Tayvanninki. Olalaysan. U qog'ozsiz Uyg'urninki mustaqillik amalga oshmamda. Uyg'ur ishki jumhuriyat qurib baqqan. U har qaysi davlatlarninki o'rinlarda bor parlamentlarda aş bir varaq eski qog'oz kerak bo'lib qolganmi? Uyg'ur qayliq bir lavzi bir nimani tashlab bersa, aş g'ajab bir tam qamisimi? Bir o'ylab beqinglar, erkiy qirg'inchilik deb turib Amerika hukumati og'zingga sapbasa madaniyat qirg'inchilik deb ko'z oldingda usul o'ynayapti hozir. Ko'z oldingda usul o'ynab, ko'z oldingda g'itildab, duttachib o'tiryapti. Rishad Abbas efendim siz kaç yaş kırdınız? 30 yaş mı ya 50 yaş mı? Adam diyenler için işki görgü sangılgan yine yaşlar ketip atıdı. Nomus kılay şu oyunu oynavatısılar Bazen neslerini torları çıkırışını biz aldırmayız. Vakti gelgende bir hatta kitap taşlap koymayız. Kılıdığın işimiz bekçik. Niye terzimeler var, niye materyaller var teyalavatkan. Biz nemininki Facebook'un çolpalları olmagan diken bir işini kısak bir işimiz kapkalı diken. Yazgan dokulatlarının işçide nemi bağ yok demey olturup kütüre bir nemelerini. Konulardan tat ben yerini götürüp mişeğiyle elevalısılar zaten. Nemi yazdı demey bir Uygur yazıptı deyip.
Uyg'urga ziyni varmı, faydası varmı demey o'ltirib ashuni ko'taradigan gaplar, ha. Hani keyin o'zing o'qib baxmagan bo'lgandikin, dokladni o'qib baxmagandikin, ash kitobni mukammal. Anadagi ko'tarib bo'lib, haqnikini azroq anglab beqibla, ha, bunda xuddi debla boshqacha. Odam deganda ozroq va aql bo'lish kerak. Sen o'zing o'qiyanmisan, o'qigan odamdan so'rab beqib, anandagi yozsangmi, ko'tarsangmi ulgursa. Xitoyning tegidi balani yetib ketgan Xitoy bilan qochgan bormi, yana birmi bormi? Voy, kuchuqlab ketganlar bormi? Bek vatanparvarsizlar. Sal ma oqimizni biroz qarab etib, ma oshkorlanib qolmasin. Bek po atmay. Agar durust yo'lda mangan bo'lsa, durust yo'ldami sal oldi keyningga qarab etib, ma burunqi gapim bilan ma keynidagi gaplarim sal o'xshamdi, chekvasamdi deb o'ltirib shaytonlik qilsam ulgursa. Heli Xitoy xotini va heli Nyu-Yorkdagi shu madaniyat to'g'riliq bir nima so'zlagan vaqtida qusvitayda qolgandim. Ey, xotinining ismini chaplab qo'yay desa, yana Eyliqi Uyg'urlarni majburiy Xitoy xotin qilib berish desa, voy, mana chet elda talay namunalar bor. Ashlarni keyin anglab o'tirsizlar. Tova. Ya e'tiqodimga, ya millatingga, ya hech g'ururingga yuz kelmagidek mundaq yashash ras odamchu. Unda yashagandan asta ketib qolgan yaxshi deb o'ylayman bu dunyoga. Erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat zimin davosi deb chiqdi. Erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat egilik huquq davosini qiladi. Erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat mustaqilligini asliga keltirishning ko'yida bo'ladi. Dushman bilan bir sapda olmaydi. Dushman bilan dushmanni to'nigan odam dushmanga qarshi turadi. Bir narsani hikoya qatorida anglaysizlar. Çık adamlarınki aşdan hikaye. Eğer sen rast kolunu kötürüp durup kılbıgı qarıgan vaxtında oylap bak kılbıda bir sayı görünüş mümkün. Hiç kim Xudani kömügen ama korkumuz yaratquchumga cheksiz işinime. Kudurtugimi cheksiz işinime. Uyghur çoqum mustaqil buldu. Xitoyninki bütün dünya üçün tehdit ekanligini bütün dünyada xalqarada undaq bir dolqun qo'zg'algan ne vaq. Yaponiyaning harbiy kuchininki qandaq bo'lyapti? Yaponiyami Xitoyninki eg'ir tahdid ekanligi to'g'risida nima ishlarni qilyapti? Xalqarada jiq davlatlarda Xitoyga qarshi nima ishlar bo'lyapti? Azroq anglab beqing. Qapaqqanligingiz biza ishlatsangiz hech bo'lmaganda divanlikdan bo'lsa-mi qutulib qolasiz. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi. Erkiy qirg'inchilik uchrashishdagi sabab shu Sharq Turkiston tuprog'ininki egisi bo'lganligida. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqdi. Hali lavzi qararlik temalaringlar yetar. Vatan mustaqil bo'lsa, vatanning egisi nima deb qo'ysa, vatanning ismini Tangritog' deb qo'yamdi. Nima deb qo'ydi? Uyg'ur deb qo'yamdi. Nima deb qo'ysa vatanning egisi qo'ydi. Vatanning sirtirikilar faqat ovozli bo'la olamiz. Biz hargiz vatanning boshlig'i emas. U yerga bu yerga birdam 6 oyga boshliq saylab olib, yana bir yerga birisi boshliq bo'l. Bir yeringlar degandim men. 2018, 19, 20 hammasiga degandim. Bir yeringlar degandim. Uyg'urga azroqlar, nima azroq yaxshi imtiyozlar kelsalar u vatan degani unutibla o'ltiribla ko'pisini ko'tiribla yelqilani keyin menga berdi. Qandaq jundi bo'lishidan qat'iy nazar ishiverdi degandaklar ish. Kallamizni biroz ishiltib qo'yaylik. Yani ishlatmasanglar divanlar kesilib bak oynib ketadi ekan. Yolg'on divan bo'lganlar amalsiz o'zining quyrug'ini yoshirish uchun qildi. Rost divanlar bo'lib qolsanglar chatoq yukib qolsa jamiyatga yuk, bolalaringlarga yuk, o'zinglarga yuk. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.